hayotimizni qaysi bir sohasida, qaysi bir holatida Alloh taolo aytgandaqa ish qilsak, mana shu qilgan ishimiz ibodatga aylanaveradi. Islomda 5 ta ustuni: kalima, namoz, ro'za, zakot, haj. Bu shioriy ibodatlar deyiladi. Shioriy, shaoiriy deyiladi, boshqacha qilib aytsak. Endi mana shu namozimiz to'g'ri bo'lishi uchun, birodarlar, muomaladagi ibodatlarimiz ham to'g'ri bo'lishligi kerak. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalalarimizdagi ibodat to'g'ri bo'lmasa, bu yerdagi shioriy ibodatlarimiz to'g'ri bo'lmaydi. Dalil: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini Imom Muslim sahihlardan o'qiymiz. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Atadruna manil muflis?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba-i kiromlardan so'radilar: "Muflis kim? Bilasizlarmi? Meni ummatim ichida muflis bo'lgani kim bilasizlarmi?"